Tekshiramiz. Buni nimaligini bilasizlarmi akalar? Bu stalba ishlab chiqarish uskunasi. Birdaniga 6 ta, uzunligi 11 metrlik stalbalarda ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Bir vaqtda o'zida 9 metrli, 10,5 metrli ham ishlab chiqarsa bo'ladi. Katta svarka apparati. Svarka apparati bor, o'shani kattasi 11 metrli armaturani qo'yganingizdan keyin tok berilganda pils-mins qo'shilib amperda hisobiga armatura cho'q bo'lib qizib ketadi. 11 metrli narsaga 5 sant qo'shilib qolar ekan 3 minut ichida. O'shanda shunday olinadi, buni ichiga tashlanadi, 4 ta tashlanadi. Sovigandan keyin tarang bo'lib qoladi armatura. Mana bu uskunamiz ham kerak. Bundagi mana to'rlik simlar prujina holatiga keltirib, buni ham ichiga tiqib yuboriladi va rasvor quyiladi. Orqasidan soatiga 30 kilovat rasvod qiladigan mana shunaqa kotyolimiz bilan parda davleniya uriladi. Endi 9 soatda umumiy mahsulot tayyor bo'ladi. Qancha foyda olaman deyapsizlarmi? Mahalladagi xotinlarda aytish bo'yicha bunaqa ish qilganlar 50 klik bemalol foyda olsa bo'laveradi. Endi sotishingizga, joyingizga qarab narx belgilayverasiz. Pastda raqam qoldiryapmiz, aloqaga chiqasizlar. Poddeshkaga tirs.